G'iybat qilishmas-ku. Oliftaxon serialidagi Zara shaharlik Olifta Ranopamni boshida ko'p muammolarni solyapti. Menga qaraylik, serial rivoji hali oldinda eng qiziq voqealar sizlarni hayron qoldiradi. Silkadan o'tib Oliftaxon serialini ko'ring. Javob beraman, maza qilasizlar. Shunaqa qilib yuzini ko'rmadim degan. Qanaqa qilib ko'rmasliging mumkin yoningda turgan odamni? Yo'q, ular maktabda o'qiydigan bolalarga o'xshamasdi. Xo'sh. Maskasi bor edi yuzida. Kelishda oldimizga telefon pul so'rashdi. Keyin urushib ketdi. Sherzod bilan faqat sanmiding? Yoki yana kimdir bormidi? Yo'q, faqat mening Sherzod bilan kelamiz edik. Ular necha kishi edi? 3 kishi. 3 kishi. Mayli, bo'shsan, boraver. O'rtoq mayor, siz buni aldayapti deb o'ylayapsizmi? 100% aldayapti bu bola. Sen nima bularni ertalariga ishonyapsanmi? Yo bularni qo'rqitib qo'ygan. Yo bu yoqda boshqa narsa bor. Xullas, kontrolga olinglar, qaranglar. Xo'p bo'ladi. Xavotir olmaydi. Hammasi yaxshi. O'ziga keldi. Kirib ko'rsa bo'ladimi? Kirib ko'rishini o'tgan. Rahmat. Qani sheriklar? Ko'zini ochibdi. Ichkariga kirib ketishdi. Hammasi yaxshi ekan. Xudoga shukr. Baxtiyor. Baxtiyor. Tura qol. Maktabga kech qolasan. Tur. Baxtiyor. Tura qolgin. Borgim kelmayapti shu maktabga bor. Voy. Hozir adin qo'ng'iroq qildilar. Ana o'qituvching bor-ku. Komandirovkada ham adini topibdi. Telefon qilib, o'g'lingiz maktabga kelmayapti deb miyalarini qoqib qo'llariga beribdi. Tur. Hozir adin telefon qilsalar gap eshitib olamiz. Xo'p, hozir turaman. Turasan-a? Turasan-a? Ha, turaman. Tura qol. Nonushta tayyor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Siz ahvol qanaqa ekan? Yaxshi bo'ladi. Ko'rsak bo'ladimi? Kirib ko'riladi. Alo. Sen bola qayda yuribsan? Ukangdan xabaring bormi? Sher. Yaxshimisan o'rtoq? Qaraysan? O'zbekiston milliy terma jamoasidayman. Значит, ahvol yomg'ir aka. Hazillashyaptimi demak yaxshi emas. O'zinglar qanaqasizlar? Bo'ladi. Otda yugurib yuribmiz. Biza sana oldingi o'z xol so'ragani kelganimiz yo'q. Rasm uchgan keldik. Mana qara. Bolasiga gazli energiya yoqadi, o'shaning uchun gazli ismini qo'ygan. Mana zalga sherigim kelgan, nima yoqmaydi senga desam, lavash dedi. Hayotingda o'pishing nima yoqmayapti senga desam, lavash dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Dunyoga koronavirus kirib keldi, unga lavash yoqmayapti. Ay, akang o'sha zizda. Sher zizda. Og'ayni faxrlanamiz senda. Yomon talant bolasan deb biradi. Bo'lmayotganim yo'q. Namchi paxta qo'yyapsizlar. Hokimmi deng, senga paxta qo'yamiz shunda. Kuldiruvalaring. Qattiq Kuldiruvalaring tema. Mashtorotdi? Tema.
O'rtoq, sen she'r oldida o'tib, maktabga o'tib keling nima gap bo'lgan? Ishda telefon qilaman-da. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Adoniyor, yaxshimisiz? Men bor uzr kecha bora olmadim aka. O'rtog'im balisiga tushib qoluvdi. Ha, tushunarli. O'zi ishlash niyatingiz bormi? Xudo xohlasa bugun kech payt telefon qilib aniqini aytaman akajon sizga. Bugun javobingizni kutaman bo'lmasam. Xo'p bo'ladi, xo'p. Alo. Assalomu alaykum aka. Esda qilmadimmi? Alaykum assalom. Tinchlik, nima gap? Yo'q, tinchlik, просто sizda gapim bor edi. Ha, xo'p, ofisga kel. Xo'p, aka, xo'p. Bilat, sanlar jinnimisanlar? Sanlarga prosta qo'rqitib kelganlaring degdi. O'lib bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bo'lmadi, hammasi joyida. Nimasi joyida? Nimasi joyida? Jam, o'zingni bos, asabiylashma. Kirib ketadigan bo'lganimizda damni kirib ketgan bo'lardi. Kirsen ham, kirmasen ham pichoq aralashtirish kerak emas edi. Men buni o'zi yetardi. Короче, ko'tlaringni qisib bitakdan chiqmay o'tirasanlar. Uyga ham bormaysanlar. Qoch. Og'ayni bormisan? Bor ko'zimga vafshi ko'rinmalaring sanlar. Sen hozir jigarlaringga shunaqa dostsanmi o'rtoq? Salladagi jigarlarim yo'q meni chunki. Bir marta ham telefon qilib yo'qlamadilaring. Tag'im jigar deysan. Nima deganing bu o'rtoq? O'rtoq nima deyapman senga? Menga faqat pul uchun o'rtoq bo'ladiganlar kerak emas. Sen hozir bizani pul uchun yuribdi deb o'ylayapsan, to'g'rimi? Bizda ham vijdon bor. Yo'q, sallada vijdon bormi? Ha? Senga pul bo'lsa bo'ldi faqat, senga ovqat. Biz hali vijdonsiz bo'lib qoldim sen. Tiklanma men. O'zingda bo'g'irga. Murod! Bo'ldi, Sanjar, bo'ldi. Tur. Yaxshimisan? Yaxshi. Kel. Sanjar, senga rosa havasim keladi. Nega? Yoningdagi o'rtoqlaring o'zing uchun o'rtoq. Hammanikilarni ko'rdim. Dacha ozgina yo'q qolganimga jahma ham telefon qilmay qo'ydi. Puling ko'p bo'lsa, haqiqiy o'rtoq topish qiyin bo'lar ekan. O'rtoqlarim faqat pulim uchun, kayf uchun yonimda yurishar ekan. Sen ham oldingda ozgina xijolatdaman bo'lgan ishladim. Yo'q, ne xijolat bo'lasan? O'zi shunaqa-yu, odamlar urushib keyin yaqin bo'lib ketishadi. Hind kinolaridagi gap bo'ldi-yu. Alo, assalomu alaykum onajon. Bolam, bo'la qol tezroq. Yub keldi. Aha.
kerak-ku. Bo'ldi, hozir boraman. Kutib qoldi. Hop. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Yuk kelibdi. Uchirish kerak uni. Men ham borsam bo'ladimi? Ozgina bo'lsa ham kuchim bor. Balki yordam tegib qolar. Qo'shimcha kuch xalaqit qilmaydi lekin. Bo'pti, unda menga vakasa tashab qo'y. Hozir ustoz oldida kirib chiqay, adamga telefon qilib qo'ysinlar, maktabga keldi deb. Yo'masam yana uyda to'polon bo'ladi. Keyin mashirab o'taman unda. Day. Kiring. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. O'tir. Charchamasmidi, yaxshimisiz? Nima gap? Ada, sizga ishlayotgan ishingiz yoqadimi? Nima deganing bu? Конечно, yoqadi. Yoqmas ishlaymanmi? Mazza qilib ishlaysizmi, ada? Nimalar deyapsan? Boshimni qotirib. Men ham o'zim yoqtirgan ishda ishlamoqchi edim-da, ada. Tushunmadim. Vrach bo'lmoqchi emasman. O'zim yoqtirgan ishda ishlamoqchiman, ada. Vrachlik sohasiga ozgina qiziqsang, keyin yoqib qoladi. Yoqmaydi, ada. 3 yildan beri kimyodan repetitorga boraman, hali hech nima o'rganganim yo'q. Chunki o'rtoqlar bilan daydib yurasan, o'qimaysan. Shuning uchun o'rgana olmaysan. Bilaman, menga yaxshi bo'lishini xohlaysiz, lekin men o'zim yoqtirmagan ishda qanaqa qilib ishlayman, ada? Ada qo'rmagin. Boshimni qotirib. Vrach bo'lasan dedimi, bo'lasan. Xo'p, ada. Agar kelajakda siqilib, afsuslanib ishlab yurishimni ko'rgisi kelsa, siz xohlagandek vrach bo'laman. Yaxshi. Yaxshi, o'zizcha. Yaxshi. Sherzod yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Senda gapim bor edi debdi. Qanaqa gap? Tinchlikmi? Oxirgi payt o'zimni yomon tutdim. Ko'p ishlar bo'lib ketdi. Ko'p narsalar bo'lib ketdi. To'g'risi. Bilmay qoldim. O'zing ham ko'rding, o'rtoqlarim bilan urushdim keyin. Sen bilan ham. Lekin hozir sen bilan birinchi marta tanishgan Sanjar bo'lmoqchiman. Seni yo'qotishdan qo'rqaman. Ketma Andijonga. Siz buni qatdan bilasiz? Bilardik. Bu yoq muhim emas. Muhimi seni yaxshi ko'raman. Kechir meni. Siz allaqachon kechirgan.
Ojon kelib qoldim. Hozir tushiraman o'zim yuklarni. Yo'q, qilmang. Hozir boraman, iltimos. Bo'la qol tezroq bolam. Hop. Qara, ishlarimni tugatib senga telefon qilib bo'ptim. Yordam kerak emasmi? Kerak. Vaqtida kelding. Tegidan olga. Baxtiyor bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi nima qilamiz bu yoqda? O'rtog'imga yordamlashgan keldim. Baraka toping. Menga qara, boya maktabda she'r banisada deyishdi. Nima bo'ldi she'rga? Sani xabaring yo'q edi. Nimadan? Eski paxan maktabga qaramoqchi ekan yana. Jammi? Da, jam. Jammi bolalarni urishayotganda she'rman deb pichoyi bo'ldi. Jammi bolalarni ushashdimi? Milisa keldi, aldavordim. Ne aldaning? Chunki o'zim topib bularni so'ramoqchiman hammasini. Tur ketdik. Qaqa. She'r uchun hind kinolardagi qasos olamiz. Tur. Qaslashasanmi? Tur deyapman, tur, menda plan bor, tur. Eshik ochiq. Bor qaragin. Jam qani? Biling ha? Ha? Qani? Qaysi telefon? Qaysi telefon? O'tir. Alo. Nima gap, gapir. Gap ko'piydi, o'zing yo'q ekansan-da. Bolalar eshitib oldi hammasini. Mazza qilib. Kimsan sen? Sanjarman. Sanjar, qalaysan? Sherzod yaxshimi? Kulva. Al kulolmaydigan bo'lib qolasan. Sen ertaga qora suvda tepalikda kutaman. Tavachchi. Sog'ini yodga olay, bexubor maktabim mani. Sog'ini ko'p ko'rsinay, men qayrilib senga. Sog'inib seni eslay, birinchi sevgim mani. Sog'ina men angladim, men ayrildim sendan. Esga tutaman sevgimni, senga aytolmagan o'sha gaplarimni. Bir umrga armon bo'lding qalbimda, yoshligim, beboshligim